Assalomu alaykum, bir xillikdan zerikkanlar. Bugun qoq rulet bilan bomba salati video oxirigacha ko'rsanglar o'rganib olasizlar. Birinchi yog'siz go'shtni yupqa qilib kesib, ustidan aralash ziravorlarni sepamiz. Quritilgan pomidorlarni terib chiqib, go'shtlarni rulet qilib o'raymiz. Endi ip bilan shunaqa o'rab chiqasiz. O'shanda ziravorlar go'shtga tegib turib, ta'mini zo'r oladi. Go'sht sig'adigan idishga ruletlarni solib, suv qo'yib 4 soatga qaynatib qo'yasiz. Go'shtlar shunaqa yumshoqqina bo'lib pishishi kerak. Endi o'ralish uchun do'skan bir chetiga sochuv qo'yib, strichda go'shtlarni o'raymiz. Kuch bilan tarang tortib o'rasangiz, keskani yoyilib ketmaydi. Shu joygacha videoni ko'rgan bo'lsangiz, profilimga obuna ham bo'lib qo'ying. Ruletni muzlatgichda yaxshilab qotirib olishga qo'yib qo'yasiz. Tayyor bo'lgan ruletni endi kesamiz. Ko'rinishga bitta baho berib qo'yinglar. Pomidor qoqilari bilan shunday chiroyli bo'lib turibdi, to'g'rimi? Endi shu go'shtdan salatani tayyorlaymiz. Ozgina ruklarni sweet chili sousi bilan aralashtirib, ustiga go'shtlarni qo'yamiz. Ustidan bo'lsa kidro yong'oqdan qo'yib yesanglar, voy, mazza narsa bo'ladi-yu. Bunaqa go'sht yegandan keyin oshqozoninglar qiynalmasligi uchun Ahmad choyi kardamonligiga malina tamliga aralashtirib, yo'qsanglar hazm qilishinglar oson bo'ladi. Menga o'xshab mevali choyni aralashtirib ichadiganlar ham bormi? Video yoqqan bo'lsa yaqinlay jo'natib, bomba deyishingizdan chiqmasin.